Salom aziz savdogarlar. Analitik xizmat onlayn sistem Guru Markets. Keling, korporatsiya haqida qisqacha ma'lumot bilan boshlaylik. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatish mumkin. Ko'rib chiqilayotgan kompaniyaning har bir ko'rsatkichini batafsilroq ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi biz tashkilotning joriy ko'rsatkichlarini tahlil qilamiz. Marvel Technology, Ticker, Marvel. Ushbu sharh 2025 yil 21 iyun holatidagi joriy ma'lumotlarga asoslangan. Tasnifi bo'yicha Guru Markets kompaniya Marvel Technology Inc. pastki toifaga kiradi. Semiconductor Electronics tahlillarda 44 ta kompaniya ishtirok etmoqda. O'rganilayotgan kompaniya uchun umumiy natija -10 balldan 2-5 ball. Kichik toifa uchun o'rtacha ball 3-8 ballni tashkil qiladi. Agar siz kengroq qarasangiz, butun AQSh bozorida ko'ramiz, fond bozorining o'rtacha reytingi 1-8 ballni tashkil etadi. Minus reytingga qarshi 2-5 ball Marvel Technology. Kompaniya aksiyalari narxining harakatini taqqoslash Marvel Technology va kichik toifadagi aksiyalar. So'nggi 12 oy ichida aksiyalarni ko'ramiz. Marvel Technology 2-4% ga o'zgarishni ko'rsatdi. Kichik toifadagi narxlar o'zgarishiga qarshi 15-7%. Korporatsiyaning bozor kapitallashuvi Marvel Technology 63-39 milliard dollarga baholangan. Va kichik toifaning bozor kapitallashuvi 237 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniyaning balans qiymati 13-28 milliard dollarga baholanmoqda. 369 milliard dollarlik kichik toifadagi kapitallashuv bilan bozor va balans kapitallashuvi aksiyalarni taqqoslab, biz quyidagilarni ko'ramiz. Baham Koring Marvel Technology pastki kategoriyada bozor kapitallashuvini baholashda 2-834% ni tashkil etadi. Kitob qiymati kapitallashuvi 3-601% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bozor va balans kapitallashuvidagi kichik toifadagi ulushini baholash yaxshi 1 ball. O'rganilayotgan tashkilotning moliyaviy majburiyatlari 4-781 milliard. Qarzning balans qiymatiga nisbati kapitalning 36% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qarz natijasi yaxshi 1 ball. Kompaniyaning bozor qiymatining uning daromadiga nisbati oxga teng. 343 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan. Kichik toifadagi tashkilotlar bilan solishtirganda bozor narxining foyda nisbatlarini baholash juda yomon -2 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda -492 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oylik kelajakdagi daromadlar vaqtinchalik 3-77 million dollarga baholanadi. Prognoz qilinadigan kelajakdagi foyda ko'rsatkichini kichik toifaga nisbatan baholash otish mumkin ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 9-7 ni tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha 9-6. Pastki turkumdagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda daromad ko'rsatkichlariga ayirboshlash narxini baholash otish mumkin ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 6-5 milliard dollarni tashkil etdi. Keyingi 12 oy uchun kelajakdagi daromad noma'lum. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda kelajakdagi prognozli daromad ko'rsatkichlarini baholash yomon -1 ball. Marginallik -7-6% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 2-8% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda savdo marjasini baholash otish mumkin -5 ball. Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha ulushi 1-522% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuv ulushidan 86% ga kam.
Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori $9,000 tashkil qiladi va kichik toifa uchun $4,833,000. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitalini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash, otish mumkin. Ball. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan foyda miqdori $69,800,000. Kichik toifadagi o'rtacha onto'rt $2,000 bilan. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan foydasini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash, Tolet, -5 ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan daromadi $923,000 ni tashkil qiladi. Pastki kategoriya $504,000. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan daromad ulushini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash, Tolet, -5 ball. Qisqa muddatli bitimlar hajmi 2,7% ga to'g'ri keladi. Kichik toifa uchun o'rtacha 1,9% ni tashkil etadi. Texnik ko'rsatkich esa on-to'rt kompaniya uchun 64% darajasini ko'rsatadi. Marvell Technology Int. Pastki kategoriya uchun bu daraja taxminan 61% ni tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi taxminan $73-50 ni tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi taxminan $90-60 ni tashkil qiladi. Keling, mavjud bo'lgan buyurtmalar jadvaliga o'tamiz. Boklangan izohdagi havola. Buyurtmalar jadvali ushbu mavsumda ma'lumotnoma tizimi tomonidan qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq. Boklangan izohdagi havola. Kompaniya aksiyalarini baholash natijalari asosida Marvell Technology Int. Aksiyalarni baholash uchun axborot ma'lumotnoma tizimi Guru Markets qaror qabul qilindi. Bitimni ochmang, chunki joriy video ko'rib chiqishdir. Oxirigacha tomosha qilganingiz va axborot ma'lumotnoma tizimidan foydalanganingiz uchun katta rahmat. Guru Markets